Qurbonlikni kim so'yadi desa, Shifanerda qator kiyimi turibdimi, so'yadi shu ona. Tayla mingani mashinasi bor-a? 5 xona uy bor. 5 xona uy bor. Nechtasi yashayapti? Bittasi yashayapti. Qolgan 4tasi bo'sh turibdimi? Ha, bo'sh turibdi. Bo'ldi, qurbonlik vojib shunga. Yo, endi qara aka, unda deyapsiz, to'g'ri mashinamiz bor, uylarimiz qator bo'sh turgan uylar bor, kiyimlarimiz ham Shifanerda chaklanib, men qo'y olamanman. Siz echki so'ysiz ham bo'ladi. Echki nech pul hozir? Qo'yni arzonda har qalay. Echki so'ysa ham bo'ladi, yoshiga yetgan bo'lsa. Bitta muhim qo'y so'yibdi, echki so'yibdi, tuya so'yibdi, mol so'yibdi ba'zi. Muhimi Xudo uchun qon chiqarish, qurbonlik qilish. Qurbonliklarda go'shidan, qonidan yoki terisidan Allohga manfaati yo'q. Allohga nima yetib boradi? Siz bilan men taqvoyimiz. Alloh fasolli li robbika vanhar dedimi? Namozni o'qi, hayit namozini. Undan keyin qurbonlikni qil dedi Alloh. Sura Kavsar. Vanhar dedi, so'y dedi. Xo'p bo'ladi, Parvardigor. Obchiq, so'y. Xudoning yo'lida go'shini tarqat miskinlarga. Ana shu taqvo bo'ladi.